Mana shu davleni o'lchaydigan apparatda 708 million sof foyda ko'rilgan. Mana hozir men raqamlar bilan isbotini ko'rsataman. Xitoydagi narxi mana 26 yuan, ya'ni 48 ming so'm. Logistika sertifikat xarajatlari bilan 14 ming so'm bo'lyapti. Endi buni uzun marketda sotilish narxi 200 ming so'm. Endi uzun marketdagi o'sha logistikasi foizi bilan 20 ming so'm qo'shib beradi. Endi bu yoqda 200 ming sotganda sof foyda 118 ming so'm bo'lyapti. Endi mana shu joyga e'tibor berasizlar. Bu uzun marketda 6000 plus sotilgan. Ya'ni 6000 tani 118 ga ko'paytiradigan bo'lsangiz 708 million sof foyda qilingan. Mana klientlar katta. Mana nima uchun bozorga odamlar bormay qo'ydi. Hozir ko'pchilik uyda o'tirib onlayn zakaz qilishga o'tib ketgan. Mana ham elektr qozonlarimni onlayn sotishim asosiy sababi shu. Ya'ni hech qanaqa bir do'kon olib, bunga arenda to'lab ortiqcha xarajat qilmasdan, uydan sklad uchun joy qilib, mahsulotlarni onlayn sotyapman. Hozirgi vaqtda imkoniyat juda ham yaxshi, chunki onlayn bozor ancha rivojlanyapti. Siz shunchaki mahsulotlaringizni onlayn sotib ham yaxshi daromad qilishingiz mumkin.